Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Janubiy Xitoy Atlantik pochtasining 27-iyundagi xabariga qaraganda, Angliyaning politsiya organlari Xitoyda ishlangan bexatarlik kameralarni elib o'tgan va yangisini sotib olishni cheklaydigan. Fuqarolar erkinlik guruhining xabariga qaraganda, Angliyaning politsiya tarmoqlari Xitoyning Hangzhou Hikvision raqamli texnikasi va Xitoydagi boshqa kamera ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqargan uskunalarga bo'lgan andishasining kuchayishi bilan Xitoyda ishlangan kuzatish apparatlarini binolaridan elib o'tgan. Xizmat va kuzatish bo'limining Big Brother Watch'ga, ya'ni cho'ng qarindoshlar kuzatishiga yozgan xatida bexatarlik sistemasini yangilashdagi 3 yillik programmaning bir qismi sifatida Xitoyda ishlangan kameralarni elib o'tib, yangisini sotib olishni cheklaydiganligini, Xitoyda ishlab chiqarilgan bexatarlik kamera uskunalarini ishlatmaydiganligini aytdi. Cho'ng qarindoshlar kuzatishi Angliyada Hikvision yasagan kameralarni cheklash uchun aktiv faoliyat olib bordi. Egallanishicha, Angliya Səhiyyə və İctimai İşlər Ministerligi bu yilning boshida Hikvision uskunalarini sotib olishni cheklagan, ammo hozirgi kameralarni elib o'tishga majburlamagan. Parlament orqali yo'lga qo'yilgan ommaviy sotib olish qonun loyihasi yerlik va davlat hukumatlarining kishilik huquq dafsanchiligiga chetishliq shirkatlar bilan to'xtam tuzishiga to'sqinlik qilishda texnik huquqqa ega qiladi. Hikvision va Dahua shirkatlari Amerika aloqador tarmoqlari tarafidan qora tizimlikka kirgizilgandan keyin 5-oyning boshida taratqular Amerikaning qo'shimcha jazoni o'ylashadiganligini xabar qilgandan boshlab Hikvisionning pay bahasi 15% dan ko'proq tushib ketgan. Ammo Angliyaning Xitoyda ishlangan yepiq televiziya kamerasi bilan bo'lgan munosabatini oxirlashtirishi osonga to'xtamaydi. Angliyada taxminan 1,300,000 dan ko'proq Hikvision kamerasi bor. Londondagi majlisning 3/2 qismi va 20 cho'ng shahar 2020-yili Hikvision yoki Dahua ishlab chiqargan texnikani ishlatib, kishilarni nazorat qildi. Səhiyyə va pensiya tarmoqlari mas'ullari bexatarlikni qisman tartibga solishni xohlamaydiganligini bahona qilib, bu cheklamani tasdiqlashni rad qildi. Aqlulbayt xabar agentligining 28-iyundagi xabariga qaraganda, Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni qonunsiz turmaga sulash strategiyasining eng yangi misoli sifatida 25 yoshli Zuliyar Yasin ismli bir Uyg'ur o'quvchisining seshanba kuni Urumchi shahrida bo'lginchilik jinoyati bilan sotlanganligini e'lon qildi. U Fujian universitetining yer boshqarish va o'rmonchilik kasbida 5 yil o'qigan. Urumchida praktika qilayotganda qo'lga olingan. Zuliyar Yasin 2014-yildan 2016-yilgacha Istanbul universitetida pul muomala kasbida o'qigan. 2021-yili 12-oyda uyida nazarband ostiga ilingan va oilasidagilarga pat yaqinda 5 yil turmaga hukm qilinganligi uqtirilgan. Hech qanday dalil isbot bilan ta'minlanmagan. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy faoliyatchisi Guvenli buning Xitoyning bostirish mashinasining qanday ishlaydiganligini tushuntiradigan mustaqning bir uchi ekanligini aytdi. Xalqaro kechirim tashkiloti Zuliyar Yasinning kechirim ishlarini uning chet eldagi tuqqanlaridan egallagan. Zuliyar Yasinning ammasi Gollandiya fuqarosi bo'lib, Xalqaro kechirim tashkilotiga Sharq Turkistondagi begunoh insonlarning qo'lga ilinib, og'ir zulmga uchraydiganligini aytdi va Gollandiya hukumatini bu ishga aralashishga chaqirdi. Millatim, siz Allohning oldida og'ir gunohkor. Siz dinni o'limga hukm qildingiz. Duolaringiz Allohni masxir qilish bilan barobar. Ibodatlaringiz Allohni avora qilishdan boshqa narsa emas. To'g'ri, namoz o'qing, Ramazon tuting, ammo eng chong ibodat ko'rishdir. Men sizga qurtulishning dushmanlar bilan urush qilishda ekanligini bildirmoqchiman. Vatanimizni ozod qilish bizning g'oyamiz va Allohning amri. Bu amirga itoat qiling. Shifrimiz o'lgicha dushman bilan urush qilish bo'lsin, deydi Kavkaz qahramoni Sheyx Shamil. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.